Birinchidan u loyiha tasdiqlangani yo'q, birinchi navbatda. Va umuman mana shu band o'rtaga chiqqanda ham juda ko'p san'atkorlar yuzini ko'rsatib qo'ydi kimliginiki, birinchidan savodsizligini ko'rsatib qo'ydi. Umuman soliq haqida hech qanaqa bilimga ega emasligini ko'rsatib qo'ydi. San'atkorlar to'layapti soliq hozir, to'lamayapti degan gap chiqib qoldi o'rtaga. Hattoki to'lamaymiz deb chiqishni boshladi to'layotgan san'atkorlar. O'zi to'layapti, hatto o'zini to'layotganini bilmayapti. Yo'q, hamma joydan to'layapti. U to'ydan ham to'layapti, konsertdan ham to'layapti hammasidan. Faqat ko'tarilayotgan masala sog'lommi mana shu soliq turi, sog'lom emasmi? Sog'lom emas. Hozirgi mavjud soliq turi sog'lom emas. Shuning uchun buni soliq muhokamaga qo'yaptiki, sog'lom bir yechimini topaylik buni degan muhokamaga qo'yilyapti. Shuning uchun bu yerda soliq to'lamaymiz, soliq to'laymizmi, to'lamaymizmi degan masala muhokama bo'lmaslik kerak. To'laydi hamma soliq. Soliq to'lamaydigan odam yo'q. Bu dunyoda yo'q unaqa odam. Soliq to'lamaydigan odam yo'q. Aravakash ham to'laydi, hamma to'laydi. Soliq to'lamayman deyishga or qilish kerak odam. Unga qarshi kurashishga vijdon qiynalish kerak odamda. Bu kechirib qo'yasan, sen bugun tinch uxlayotganing shu soliqlar orqasidan uxlayapsan. Bolang maktabga borayotgani soliqlar orqasidan boryapti. Bo'ldi, bu davlatni butun sen xotirjam uxlab biznes qilishing uchun, sen sharoit qilishing uchun, shu yerda bola chaqangni tinch tarbiyalashing uchun ishlayapti. O'sha pullar o'sha yoqqa ketyapti.